Assalomu alaykum yurtdoshlar. Davolazni boshladik. Tarvuzlarimiz uzilgan mana. 3 ta mashinamiz yetib kelgan, 3 tasi yo'lda, xudo xolasa 2 soatda boramiz degan. Otabek tarvuzi bu. Mana kemen olamiz. Kapatamiz keldi. Bugun xudo xolasa 9-avgust ekan. Mashinamiz kirib keldi. Kelish boshlayapti. Ikkita xudo xolasa kiradi. Keverasizlar xudo xolasa mana. Bemalol. Xudo xolasa yurtimizga shirindan shakar tarvuz chiqarishga harakat qilamiz. Kelinglar. Chiroyli. Gaziz balon tarvuzlar chiqaramiz. Gaziz balon. Bu tarvuzimiz xudo xolasa siraymiz. Nerede ketyapti gaziz balon tarvuzlar?